Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun biz sizlar bilan mini Xitoy ekskavatorlarining gilza porishlari, motor qismi haqida gaplashamiz. Bizga bugun yetib keldi, 4 xil gilza porishlar yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin. Original firmasi. Hop, original shatullari, vыкладышlari original коренной, shatinoy ko'rishingiz mumkin. Klapan naborlari, original turbinalari ko'rishingiz mumkin. Birkalari bilan. Turbinasining ichida ko'rishingiz mumkin, prokladkalari, yog'lari, boltlari hammasi chiqadi. Hop, original böyle ko'rishingiz mumkin. Pechatlargacha bor. Bittasini o'chib ko'rsatamiz. Hop, mana pechatlangan kitobchasi, qo'lchasi, qo'l hop stopri, palisi. Buni ichini ham o'chib ko'rsatamiz. Sifatlar qanaqa yaxshi chiqishini. Hop, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, kачестволari zo'r. Kачестволari dahshat agar kimga shunaqa gilza porishlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. 12 ta viloyatga dostavka xizmatlarimiz bor.